Shubha va qat'iyatsizlik haqida suhbatlashamiz. Shubha va qat'iyatsizlik to'g'ridan-to'g'ri insonning ichki shaxsiyati bilan bog'liq. Ya'ni sizning ong ostingizda siz baribir uddalay olmasligingiz, baribir qo'lingizdan kelmasligi, baribir o'xshata olmaslik haqida tasdiqlar yashirin. Endi qarang, bir misolni sizga tushuntirib beraman. Sizni miyangizda bir inson haqida munosabat, ya'ni bir insonni siz yaxshi deb bilasiz, unga qattiq ishonasiz. Men aytyapman sizga, unga ishonma. Unga ishonma, u seni aldaydi. Unga ishonma, u seni chuv tushiradi, deyapman. Yo'q, u yaxshi inson, u yaxshi inson deyapsiz. Takror va takror. Siz unga ishonyapsiz. Uni kamchiliklarini men ko'ryapman, lekin siz ko'ra olmayapsiz. Sizni miyangizda u haqida ishonch tasdig'i bor. Endi qarang. Undagi kamchiliklarni sizga ko'rsatib isbotlaganimdan keyingina sizni miyangiz unga ishonmay qo'yadi. Bo'lishi mumkin, tasavvur qiling. U sizni pulingizni olib yoki sizni narsalaringizni o'g'irlab, sizni doim aldab yuribdi. Endi o'sha qilayotgan ishlarini men qandaydir bir videoroliklar, rasmlar, suratlarga olib sizga ko'rsatsam, endi sizga unga nisbatan hech qanday ishonch qolmaydi. Miyangiz yangi tasdiqni ko'rdi. Miyangiz yangi ishonchni ko'rdi. Aslida unga ishonib bo'lmasligi haqida miyangizga tasdiq o'rnashdi. Xuddi shunday. Siz nimadir uddalay olmasligingiz, nimadir qo'lingizdan kelmasligi ham bu miyangizda ishonch dastur, programma bo'lib o'rnashgan hisoblanadi. Endi buni qanday tuzatish mumkin? Isbotlash orqali. Nimanidir uddalay olishingizni, eplay olishingizni, qo'lingizdan kelishini boshqalarga emas, aynan o'zingizga isbotlashingiz kerak. Har kun mikro qadamlar orqali, har kun kichik maqsadlar qo'yish orqali va har bir kichik maqsadlarni amalga oshirish orqali, bajarish orqali, har kun uni odatga aylantirish orqali siz miyangizga yangi ishonch, yangi programmani shakllantirasiz. Miyangizga isbotlaysiz. Aslida ular qo'lingizdan kelishi, uddalay olishingiz, siz kuchli ekanligingizni, siz muvaffaqiyatli bo'la olishingiz mumkin ekanligini miyangizga ishontirasiz. Boshqalarga emas, boshqalarga isbotlashni, boshqalarni ishontirishni bas qiling. Boshqalardan kutib yashaysiz. Boshqalardan ishonch, boshqalardan umid, boshqalar qo'llab-quvvatlashi, boshqalar sizga qandaydir bir turtki berishini kutib yashaysiz. Qanchalik ularga isbotlashni davom ettirsangiz. Yo'q, buni bas qiling. O'zingizga isbotlang. Oldin o'zingizdagi mana shu yoshlikdan shakllangan, men yuqorida aytib o'tgan bloklarni olib tashlash kerak bo'ladi. Ulardan xalos bo'lish kerak bo'ladi. Va xalos bo'lish bu aslida miyani tozalash. Miyangiz tozalandi, miya angladi. Endi miyaga yangi odatlarni, yangi tasdiqlarni siz shakllantirasiz. Bu 2 oy, 3 oy, 1 yil davom ettirish ham mumkin. Qanchalik buni ko'proq bajarsangiz, ya'ni nimanidir qila olishingizni, g'alaba qila olishingizni miyangizga isbotlab kelaversangiz, bu tasdiqqa aylanib boradi va doim sizni harakatlaringizga ta'sir qiladi. Harakat bu natijaga olib boradi. Shuning uchun men aytganimday, yuqoridagi aytgan bloklar sizda bormi, mavjudmi? Qat'iyatsizlik, chorasizlik, qandaydir o'zini qo'ldan hech narsa kelmaydigan inson deb bilish, mana shunday bloklar sizda bo'lsa, ulardan xalos bo'ling. Ularni tozalab tashlash kerak bo'ladi.
va har kun mikro qadamlar orqali o'zingizni miyangizga isbotlaysiz. Nimalar qo'lingizdan kelishini. Shundagina inshaalloh yaxshi hayot kechirishni boshlaysiz. Agarda siz tasdiqlarni men o'zim olib tashlay olmayapman, men qila olmayapman, meni kuchim yetmayapti yoki meni bilimim yetmayapti desangiz, izohlarda o'z fikringizni, o'z bloklaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va shunda men sizga bilimlar beraman va sizga yechimlar beraman. Inshaalloh u bilimlarni siz hayotingizga tatbiq qilish orqali siz yangi natijalarni miyangizga tasdiq qilib o'rnatasiz. Qadri baland qadrdonlarim, nimadir o'xshamayaptimi? Nimadir qila olmayapsizmi? Bu sizni qo'lingizdan kelmaydi degani emas. Siz eplay olmaysiz hech qachon degani emas. Bu shunchaki tushunmaslik, anglamaslik va ichki shaxsiyatni tuzatmaslik. Buni tuzatsa bo'ladi, buni yaxshilasa bo'ladi. Bu faqat o'zingizga bog'liq. Qaror qiling va hozirdan boshlang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.